Assalomu alaykum azizlar. Demak 2022-yil 4-dekabr, demak bitta ajoyib savolimizni ko'rib o'tamiz. Demak 43-savolimizga yetib keldik. Nima deyapti? Rasmda aylananing 4dan 1 qismi berilgan ekan. Mana aylananing 4dan 1 qismi mana berilgan. Xo'p, AC bilan AB teng ekan. Ya'ni AC AB nimaga teng ekan? Radiusga teng ekan. Aylana radius ekan. CD kesmani uzunligi 1 ga teng ekan. DB kesmani uzunligi 3/2 ekan. Keyin nima deyapti? Shunaqa bo'lsa deyapti, bizga sinus burchak CAD, ya'ni mana bu CAD burchakning sinusi bilan keyin mana shu CAD uchburchakning yuzasini topib ber degan savol ekanda. Ajoyib savol. Nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz aytib beraylik. Xo'p, mana bu nima bo'lyapti? Radius bo'lyaptimi? Bu radius. Bu ham radius, to'g'rimi? U holda aylananing markazidan uning ixtiyoriy uchgacha bo'lgan masofa nimaga teng bo'ladi? Radiuskami? Demak, bu ham radius bo'lyapti. Radius bo'lsa, mana nima bo'lib qolyapti? Teng yonli uchburchak bo'lib qolyaptimi? ADB bilan ADC teng yonli uchburchak. Demak, mana teng yonli deb qo'ysam bo'ladi mana. Ketdik. Endi qaraymiz. Mana bu burchakni men qanaqadir alfa burchak desam, u holda mana bu burchak ham nima bo'ladi? Alfa bo'ladimi? Alfa bo'ladi. Endi mana bu burchakni qanaqadir beta burchak desam, bu burchak ham beta ekanligi kelib chiqadi. Endi to'rtburchakning barcha ichida ichki burchaklar yig'indisini qo'shadigan bo'lsa necha gradusga teng bo'lishi kerak? 360 gradusga teng bo'ladi. O'shandan foydalanib biz mana bu burchakni topib olamiz. Demak, ketdik. Mana burchagimiz 90 gradus. Birinchi yozaman. 90 gradus plyusdan mana beta, mana bu alfa. Plyusdan alfa, plyusdan beta, plyus alfa, plyus beta. Hamma burchaklarni qo'shdim. 90 alfa, beta, alfa, beta. Nimaga teng bo'lishi kerak bu? 360 gradusga teng bo'lishi kerak. Demak, yozaman men bilan 2 ta ekan. Demak, 2 ko'paygan qolsa ichida alfa plyusdan beta teng bo'ladi. 360 dan 90 ayiraman 270 gradus. Demak, alfa bilan betani yig'indisi nima bo'lgan ekan? 135 gradusga teng bo'lgan ekan. Mana aniqlab oldik. Endi e'tibor beramiz. Mana bu C bilan B uchun tutashni bo'lamiz. C bilan B uchun tutashtiradigan bo'lsa nima bo'lib qoldi? Uchburchak hosil bo'lib qoldi mana. Mana orasida burchak bor. Bu 1 ga teng, bu 3/2 ga teng. Demak, bizlar BC'ni topib olsak bo'ladi. Endi nima kosinuslar teoremasini ishlatamiz. Demak, kosinuslar teoremasiga ko'ra BC'ni kvadrati nimaga teng bo'ladi? BC'ni kvadrati teng bo'ladi. Hop, CD'ni kvadrati plyusdan hop BD'ni kvadrati minusdan 2 ta CD'ni ko'paytmasi ko'paygan BD orasida burchak kosinusdan 135 gradus mana. 135 gradus bo'lyapti. Ya'ni mana shu uchburchak uchun kosinuslar teoremasini qo'llaymiz. Orasida burchak 135 gradus. Demak, qo'llaydigan bo'lsak, u holda BC ni kvadrat teng. Bu nima bo'lyapti? Radiusni nimasi bo'lyapti? Hop, radiusda hop kvadratiga teng bo'lyapti. Endi demak yozaman buni. Hop, mana 1 ga teng o'zi. Demak, yozadigan bo'lsak 1 plyusdan bu 362 ni kvadrati. Nima bo'ladi? 18 ga teng. Hop, minusdan 2 ko'paygan 1 ko'paygan 3/2 ko'paygan kosinusdan 135 gradus bo'lyapti. Demak, u holda kosinus ikkinchi joyda manfiy bo'ladi, sinusga o'zgaradi. Demak, minus 2 taqsim 2. Buni hisoblaymiz. Demak, BC ni kvadrati teng bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsak, mana bu ikkalasini qo'shsak 19 minus mana bu hop, bu 2 ga bo'lsam 2, bu bilan qisqarib ketdi. Bo'ldi. Demak, minusga minus plyus ketadi. 2 ro'ch 6 bo'lib qoldi. Demak, qo'shsak 25. Demak, nima bo'lgan ekan? BC'miz 5 ga tenglik kelib chiqadi. Mana BC'ni aniqlab oldik. Demak, mana bu BC degan kesmamiz 5 ga teng bo'lgan ekan. Ikkinchi tomondan nima bo'ladi? Ikkinchi tomondan hop A, B, C to'g'ri burchakli uchburchak uchun r kvadrat plus r kvadratimiz BC ni kvadratiga teng bo'ladi. Mana shuni yozaman. Demak, r kvadrat plyusdan r kvadrat nimaga teng bo'ladi? BC ni kvadratiga teng bo'ladi. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchagimiz uchun. Endi bu yerdan 2 ta r kvadrati teng BC ni kvadrati nimaga teng? 25 ga teng. Demak, r kvadrati teng bo'lib qoladi 25 taqsim 2 ga. Demak, r topadigan bo'lsak 5 taqsim 2 ga tenglik kelib chiqadi mana. R topib oldik. Tushunarli bo'ldi? Endi bundan foydalanamiz. Demak, mana bu r, bu ham r bo'lyapti. Bu 1 ga teng bo'lyapti. Mana bu orasida burchak qanaqadir phi burchak bo'lsin. Mana shu burchakning sinusini so'rayapti bizga u yoqda. Demak, mana bu yerdan topamiz uni ham. Nima qilamiz? Kosinuslar teoremasini qo'llaymiz. Demak, mana bu qaysi uchburchak uchun yozib qo'ying shu uchburchakni ham. Uchburchak A
DS uchburchak uchun kosinuslar teoremasini ishlaymiz. Kosinuslar teoremasini nima qilamiz? Qo'llaymiz. Demak, u holda birinchi 1 kvadrati 1 teng r kvadrati plyusdan r kvadrati minusdan 2 r keyin kosinusdan alfa bo'lyapti. Uni alfa bo'ladi. Endi bizga nima burchak bo'lyapti? Fi burchak mos kelyapti. Demak, mana fi. Demak, 1 teng bu 2 r kvadrati minusdan 2 r kvadrati kosinus nima bo'lyapti? Fi bo'lyapti. Endi e'tibor beramiz. 1 minus 2 ko'paygan r kvadrat nimaga teng edi? R kvadrat 25 taqsim 2 ga teng edi. Demak, qo'yib yuborsak, 25 taqsim 2 minus 2 kvadrat bo'lyapti. 2 ko'paygan r kvadrat taqsim nima bo'lyapti? 25. Ya'ni 25 taqsim 2 ko'paygan kosinusdan fi. Mana bular qisqarib ketadi, bu ham qisqarib ketadi. Demak, 1 teng bo'lib qolar ekan 25 minus 25 ta kosinusdan fi ga. Demak, kosinusdan fi ni topadigan bo'lsak, nima bo'lib qolar ekan kosinus fiimiz? Xo'p, bu yerga o'tkazsak 24 taqsim 25 ga tengligi kelib chiqadi kosinusdan fi ni. Mana topib oldik. Endi kosinus fi shunaqa teng bo'lsa, sinus fi ni topib olaylik. Bundan kelib chiqadiki, sinusdan fi ni so'rayapti o'zi bizga. Savolda buni topadigan bo'lsak, iltizosda 1 minus buni kvadrat. Hop, bu degani 24 deganimiz nima bo'ladi? Hop, 24 ni kvadrat taqsim 25 ni kvadrat deb turaylik. U holda nima bo'lib qoladi? 25 ta kvadrat minusdan 24 ni kvadrat taqsim 25 ni kvadrat. Buni hisoblaymiz endi. Buni hisobladigan bo'lsak nima bo'ladi? Oxirini hisobladigan bo'lsak, iltizosda buni 2 taga qo'llab olsak, a minus b, a plus b ga qo'llaveradigan bo'lsak, bir marta ayirsak 1 ga teng bo'ladi, qo'shsa 49. Mahrajda 25 ta kvadrat. Bunda nima chiqadi? 7 taqsim 25 chiqadi. Iltizosdan chiqadigan bo'lsak, tepasidan 49 dan 7 chiqadi, pastdan 25 kvadratdan 25 chiqadi mana. Demak, mana bu a savolimizga javob nima bo'lib qolgan? Mana shu burchak nimasini so'ragan bizga? S A D burchakning sinusini so'ragan. Mana shu burchakning sinusini so'raganda mana topdik. 7 taqsim 25 ga tengligi kelib chiqdi. Demak, mana bimiz 7 taqsim 25 ga teng bo'lgan ekan. Endi keyingi holatda mana shu hop yuzani so'rayapti. Yuzamiz. Mana bu yuzani topib beryapti. Nima qilamiz? Orasidagi burchak bor, sinusi, ikkita tomoni bor, yuzani topish muomalasi qiyin emas u. Mana shuni topib qo'yaman demak. S hop qaysi S A D yuzani topadigan bo'lsak, 1 taqsim 2, ikkita tomoni ko'paytmasi r bo'lgani uchun r da kvadrat bo'lyapti. Bu ham r ga teng, bu ham r ga teng. Keyin orasidagi burchak sinusdan fi. Demak, 1 taqsim 2, r da kvadrat nimaga teng? R kvadrat. Mana 25 taqsim 2 ga teng edi. Sinusdan fiimiz nimaga teng? Topdik. 7 taqsim 25 ga teng edi. Bo'ldi. Demak, 25larimiz qisqarib ketadi. Tepada 7, pastda nima bo'lib qolar ekan? 4 bo'lib qolar ekan. Bo'ldi. Demak, S A D, ya'ni mana bu bo'yalgan sohani yuzasi 7 taqsim 4 ga teng bo'lgan ekan. Demak, biz savolimizga javobimiz 7 taqsim 4 bo'lgan ekan. Mana shu bilan bu misolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting.